Assalomu alaykum yaqinlar. Mana xudo xolisa biza aylanib yurib Xitoyga kelib qolamiz. Mana Xitoydamiz. Hozirgina Xitoyda nimasini chiqib ketamiz, jigarim bilan. Uchtamiz. Keyin hammanglar hayron bo'lsanglar kerak, nima uchun bular Xitoyda, bular hajga peshkom ketamiz deyishdi. Qaranglar yaqinlar, hozir biz ham yo'lga chiqqan vaqtimizda biz ham bilmovdik. Hozir Eronda polni urush bo'lyapti, bombardimon bo'lyapti. Hozir bizani kirgizishi mumkin. Endi men o'zim ham kirgizmaydi deyapti. Kirgizishi mumkin. Kirgizishi bilan baribir narigi tarafidan chiqarib yuborishmaydi. Tushunasizlar? Chunki nima bo'lsa ham bu yoqda urush ketyapti, odam kerak. O'shanga nimadir o'yinlarni qilib ushlab qolishadi. Tushunasizlar? Yaqinlar, prosta bizani endi uyda onam bor, oilam bor. Tushunasizlar? O'shaning uchun menga unaqa narsa kerak emas. Bu yerda hozir endi men boshqa yo'llarini ko'ryapman. Xudo xolasa endi samolyotda boramizmi yoki lekin baribir mana shu turgan tochkamizdan xudo xolasa boramiz. Lekin borgunimizgacha inshaalloh sizlarga sekin Xitoyda chiroyli bir yangiliklar bor, har xil kashfiyotlar bor, boshqasi bor. Hammasini sekin-sekin ko'rsatib boraveramiz. Endi men ham sizlarni o'yin qilish niyatim yo'q edi. Men ham bunaqa bo'lishini bilmovdim, seriously. Bo'lmasam shuncha 6 kun yo'q, ana 6 kun peshkom yurmayman. Lekin sizlarga xudo xolasa Xitoydamiz. Xitoyda hamma yoqni obzor qilib ko'rsatamiz.